Men erinchoqligim tufayli oyiga $4,500 maoshgacha chiqqanman. Bu qanaqa bo'lgan? Xullas o'quv markazida SMMni qilardim. SMM qilayotganimda men berayotgan deylik kontent orqali tushgan lidlarni sotuv bo'limi sota olmayotganini bilib qolganman. Chunki natija bo'lmagan. Nima qildim? Maxsus platformani oldim va hattoki kommentariy qoldirgan odamni bot ushab o'quv markazi haqida to'liq ma'lumotni berib, ma'lumotni bergandan keyin kursni tanishtirib, kursga qiziqtirib, narxini aytib, agar to'liq o'qimoqchi bo'lsa, telefon raqamini olardi va o'quv markazi haqidagi qo'shimcha videorolikni tashlardi. Ya'ni o'quv markazimiz qayerda, qanday joylashgan, ichida nimalar bor degan savolga javob berardi. Bunda ham qiziqqan odam bo'lsa, keyin menga xabar kelib tushardi, u o'qimoqchi ekanligi haqida. Telefon qilsam bittada sotuv protsessi bo'ladi. Bitta mana shu SMni avtomatlashtirganim erinchoqligim tufayli men o'ylayman, meni daromadimni $4,500 gacha oyiga olib chiqib bergan.